Shakar bilan narkotik moddalarini qanday farqlari bor bilasizmi? Deyarli hech qanaqa farqi yo'q. Hattoki Daniyalik olimlar mana shu shakarni narkotikmi yoki yo'q bilish uchun cho'chqalar ustida tadqiqotlar o'tkazishgan va bu tadqiqotlar shakar miyamizning mukofot tizimiga xuddi narkotikdek ta'sir qilishini isbotlagan. Doimiy shakar iste'mol qiladigan odamlarda miya nazorati 40% ga pasayadi. Ya'ni o'zingizni boshqara olmaydigan holatga kelasiz. Hatto o'zingiz xohlamasangiz ham taningiz shakarni talab qiladi. Shu sababli bugun sizlar bilan shakar aslida taningizda nimalar qilishi, nega u sizni qaram qilib qo'ygani va nima uchun shakarga eng qonuniy narkotik deb laqab berishganini ko'rib chiqamiz. Endi savol, shakar o'zi qayerdan kelib chiqqan? Taxminan 10 ming yil avval Yangi Gvineya orolida odamlar shakarni o'simliklardan, masalan, shakar qamishdan olishgan. Keyinchalik shakar Hindistonga ham yetib keladi va uni qaynatib kristal shakliga keltirishadi. Shakar asta-sekin Xitoy, Fors, Afg'oniston, Misr va boshqa mamlakatlarga tarqaladi. O'sha davrlarda shakar shu darajadagi qimmat mahsulot bo'lganki, uni faqatgina boylar iste'mol qilishgan. Lekin hozirgi davrga kelib, biz shakarni har kuni, har soatda iste'mol qilyapmiz. Hattoki ichayotgan suvlarimiz, yeyotgan ovqatlarimiz hammasi shakar. Natija nima? Semizlik, qandli diabet, jinsiy muammolar va hattoki erkaklarda potensiyani yo'qolib borish. 1950-yillarga kelib dunyoda semiz insonlar ko'payib ketdi. Avvallari bu holat umuman kuzatilmagan. Hamma bu semizlikni yog'lardan deb o'yladi. Lekin aslida undan emasdi. Asl sabab bu shakar edi. 1940-50-yillarda AQShda semizlikni kamaytirish maqsadida yog' miqdorini kamaytirishga e'tibor qaratildi. Lekin buning o'rniga insonlar shakarni yana ham ko'proq yeyishni boshladi. Shakar yeganimizda miyamizda dopamin va serotonin ajraladi. Odamlar baxt hissini his qiladi. Shakar bilan bog'liq bu his-tuyg'ularni evolyutsiya davomida shakllangan. Shakar bu tez hazm bo'ladigan uglevod. Unga glyukoza, fruktoza, saxaroza va laktoza kiradi. Shakar organizmga tushgandan keyin qonga juda tez so'riladi. Natijada qondagi glyukoza birdan ko'tariladi. Qisqa vaqtda quvonch va energiya beradi. Keyin esa yo'qoladi. Mana shu tez ko'tarilish va tushish organizm uchun juda zararli. Murakkab uglevodlar esa asta-sekin hazm bo'ladi va uzoq vaqt to'qlik hissini beradi va qondagi glyukoza darajasini keskin ko'tarmaydi. Kletchatka ichaklar uchun juda muhim va shakarni sekin so'rilishiga yordam beradi. Ko'pchilik bilmaydi, lekin sutda ham shakar bor va u laktoza deyiladi. Bu ham shakar, lekin u sekin hazm bo'ladi. Meva va sabzavotlardagi shakar kletchatka sabab sekin so'riladi. Shuning uchun ular kamroq zarar. Shakar tanaga tushganda ovqat hazm qilish jarayoni boshlanadi. Qonga glyukoza kiradi. Oshqozon osti bezi esa insulin ishlab chiqaradi va natijada tanamizda insulin darajasi ko'tariladi. Bu esa qandli diabetga olib keladi. Buni oxiri esa o'lim bilan tugashi mumkin va ko'p holatda shunaqa bo'ladi ham. Biz har safar shakar yeganimizda miyamizda baxt gormonini his qilamiz va bu his-tuyg'ular bizga evolyutsiya davomida o'tib kelgan. Shakar miyadagi diqqat, qaror qabul qilish, o'rganish va xotira markazlarini ishdan chiqaradi. Shakar faqat miyada emas, balki butun tanada o'zgarish qiladi. Garvard sog'lomlashtirish markazi tadqiqotlariga ko'ra, kuniga 2 ta shakarli ichimlik ichadigan odamda yurak xurujiga uchrash xavfi 35% ga oshadi. Masalan, shakar yeganingizda birinchi o'rinda qonda yog' ko'payadi. Siz shakar yeysiz, u qonga tushadi. Jigar esa uni yog'ga aylantiradi. Natijada tomirlar qattiqlashadi va torayadi. Bu holat ateroskleroz deyiladi va yurak xurujining asosiy sababi ham aynan shu. Ikkinchi holat esa tomirlar ichkaridan yallig'lanadi. Shakar ko'p bo'lsa, tanada doimiy yallig'lanish boshlanadi. Tomirlar ichki tomondan zararlanadi. Tomirlar mo'rt va zaif bo'lib qoladi. Bu xuddi eski suv quvuriga o'xshaydi. Ichidan zanglab, istalgan payt yorilib ketishi mumkin. Natijada infarkt, insult xavfi oshadi. Uchinchi holat qon bosimi ko'tariladi. Shakarning bir turi fruktoza buyraklarga ortiqcha yuk berib, organizmda tuz va suyuqlikni ushlab qoladi. Natijada qon bosimi oshadi, yurak doim zo'riq ishlaydi. Shakar bu oddiy shirinlik emas. Bu yuragingizni sekin asta o'ldiradigan qotil.
O'zbekistondagi shakar iste'moli Yevropa davlatlariga yaqin, lekin Yaponiyaga solishtirganda deyarli 2 barobar ko'p. O'rtacha bitta odam kuniga 50 gram, yiliga esa 18-20 kilogram shakar iste'mol qiladi. Bu degani O'zbekistonda yiliga 650-700 ming tonna shakar iste'mol qilinadi. Agar shu shakarni yuk mashinalarga yuklab, ketma-ket joylashtirsak, u Toshkentdan Samarqandgacha, hattoki Buxorogacha bo'lgan masofani egallaydi. Ko'pchilik bu menga tegishli emas, men shakar umuman yeyman deb o'ylaydi. Lekin statistikani asosiy qismi yashirin shakarga to'g'ri keladi. Masalan, bir ketchup idishida 1 choy qoshiq shakar bor. Bitta banka kola ichimligida esa 10-12 choy qoshiq shakar bor. Bu miqdor yiliga 6 kilogramgacha vazn olishga bemalol yetadi. Eng qizig'i, sog'lom deb hisoblanadigan tayyor ovqatlar, yogurtlar, sharbatlar, non mahsulotlarida ham juda ko'p shakar bor. Ya'ni odam shakarni qoplab sotib olmasa ham oyiga sezmasdan 2 kilogram shakar iste'mol qilib qo'yadi. Qanday qilib shakarni me'yorida qabul qilish kerak? Optimal variant kunlik dozani 10 gramdan oshirmang. 3 kun ichida organizmning o'zi shakarga bo'lgan ehtiyojni pasaytiradi. Shakar oxir-oqibat baribir sizni o'ldiradi. Buni hech kimga isbotlashingiz shart emas. Sog'lig'ingizni asrang.